qanaqa xotinligingiz idish tovog'ingizdan ma'lum to'ji mini deb yozib yuboribdilar. Mana bu paxtagulli idishda ovqat yeganimni ko'rib. Siz asalim qanaqa xotinligini bilish uchun sirasi borib spalnisni tepasida kastrulkalari, manti qozonlari, sirli idishlari bormikin? Oshxonasida yig'ib qo'ygan itga ham kerak emas, qachonlardir umrim oxirida bir marta to'y qilsam o'shanda ishlataman deydigan 200 xil idishlari bormikin deb tekshirsangiz, men ayollar qanaqaligini bilish uchun birinchi spalnisiga kirib qarayman. Shkopini ochib, kechasi nima kiyib yotibdi? Chirigan ishtapilda yotibdimi? Yo kuni bilan ishlagan, yo'q sasigan, ter sasigan kiyimida uxlayaptimi? Yokida pijama pinivorlari ko'pmikan? Trumosini oldida bir dona bo'lsa ham intim kosmetikasi bor ekanmi deb qarayman. O'shanda ayollar qanaqaligini baholayman asalim. Da, menikida idishlar yo'q, ishoninglar. Paxtagulli oddiy har xil rang-barang idishlar bor. Yeringiz sevsa oldiga mana bu tog'rachada ovqatini olib qo'ysangiz ham yuvoradi. Sevmasa tillada bersangiz ham unga farqi yo'q. Jonim, sizga aytaman.